Assalomu alaykum oliyjanoblar kanalining qadrli obunachilari. Barchangizga xayrli kun tilagan holda do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays Tour firmasining rasmiy ofisiga tashrif buyurdik azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga 2026-yil umra narxlari nechta pul bo'lyapti va shart-sharoitlarimiz qanday bo'lyapti, shular haqida qisqacha va batafsil ma'lumotlarni berib o'tishga harakat qilamiz. Albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, umra ziyoratga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka, opa-singillarga mana shu videoda maksimal darajada tarqatib qo'yishni unutmanglar azizlar. Biz video syomkamizni Ahrorbek bilan birgalikda davom ettiramiz. Ahrorbek, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Aslibeck. Charchamayapsizmi ishlar bilan? Assalomu. Ahrorbek, hozirgi kunda qachon va qayerdan reyslarimiz bor va shart-sharoitlarimiz qanday bo'lyapti? Shular haqida bir qisqacha ma'lumotlar berib o'tsangiz. Assalomu alaykum obunachilar. Hozirgi kunda reyslarimiz, har hafta reyslarimiz bor Aslibeckga. Har haftani seshanba kuniga Toshkent Jidda yo'nalishli reyslarimiz bor. Haftani har chorshanbasiga Farg'ona Jidda yo'nalishli reyslarimiz bor Aslibeckga. Demak, hozirda qabullar davom etmoqda, xudo xolasa. Iyul va avgustga mana shu holatda haftada reyslarni yo'lga qo'yilgan, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, agarda siz ham ota-onangiz va oila a'zolaringiz bilan umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bemalol batafsil to'liq ma'lumotlarni olishlaring mumkin. Xo'p, Ahrorbek, yana bir narsa, safar haqida ham ma'lumot berib keting, necha kunlik bo'ladi va qayerlarda bo'ladi? Shularni birma-bir aytib o'tib ketsak obunachilarimiz. Xo'p, Aslibeckga hozirgi kunda safarimiz 14 kunlik safar bo'ladi. 3 kun Madina-i Munavvarada bo'ladi, 14 kun Makka-i Mukarramada bo'ladi, xudo xolasa. Madinada gostinitsa orali masofalari, Makka Mukarramada gostinitsa orali masofalari qanday bo'ladi, Ahror? Madinada 250-300 metr orali masofa bo'ladi. Makkada 700-800 metr orali masofa bo'ladi. Makkada aka bemalol piyoda borib kelsa ham bo'ladi, avtobuslar ham bor, avtobusda ham borib kelsa bo'ladi aka. Demak, hamma qulayliklarga ega gostinitsalarimiz juda ham gostinitsa aka. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, ekranda raqamlar bemalol bog'lanib aloqaga chiqishlaring mumkin. Xo'p, Ahrorbek, bundan tashqari sayohat va ziyoratlarimiz, shular haqida, bir taomlarimiz haqida ham ma'lumotlar berib o'tib keting. Sayohatlarimiz 10 dan ziyod sayohatlarimiz bor. Aslibeckga qo'shimchasiga Qizil dengiz bonusi ichida, Qizil dengiz sayohati bonusi bo'ladi. Aslibeckga xudo xolasa, ovqatlariga keladigan bo'lsak, Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, issiq taomlar olib kelinadi. O'zbek oshpazlari, Makkada ham shunday 3 mahal o'zbek milliy taomlar, o'zbek oshpazlari pishirgan holda olib kelinadi. Taomdan beriladi, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, mana o'zlaring eshityapsizlar. Hozirgi kunda Ahrorbek, narxlarimiz necha pul bo'lyapti? Hozirgi kunda Aslibeckga narxlarimiz $1050 dan bo'lyapti. Agar viza umraga borishgan bo'lsa, vizalari bo'lsa $950 dan bo'ladi. Agar borishmagan bo'lsa $1050 dan qilib berilyapti. Farg'ona ham, Toshkent ham shunaqa narxda, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, mana o'zlaring ko'rdinglar. To'lovlarni qanday amalga oshirishadi? To'lovlarda uzoqda bo'lsa o'zlariga yaqin bank nimalar ofislaridan shu raqam beramiz Aslibeckga. O'shanga tushirib, faqat chekinni ko'rsatsa, bemalol joylarni bron qilib qo'yamiz. Agar yaqinroqda bo'lsa, kelsin ofisimizga kelib, rasmiy kassalarga bemalol to'lovlarni amalga oshirishlari mumkin, xudo xolasa. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, mana o'zlaring ko'rdilaring, to'liq ma'lumotlar berdik degan umiddaman. Agarda videomizda xato va kamchilik bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Yoqqan bo'lsa like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Xo'p, Ahrorbek, oliyjanoblar kanalidan kelyapman desa, bir bonus chegirmalar qilib beriladimi? Beramiz aka. Oliyjanoblar kanalidan ko'rib keldik deb aloqaga chiqsa yoki o'zlari kelsa, nima chegirmalar qilib beramiz aka. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, bizni kuzatib boring. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling. Asosiysi sog' salomat yurishlik va hamma odamni umra ziyoratlariga borishlik nasib qilsin deb qolamiz. Rahmat, sog' bo'linglar.